Mukashafatul qulub. Nafs tarbiyasi. Alloh taolo bunday buyuradi: ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va har bir jon egasi ertangi kun, qiyomat kun nimani, qanday amalni taqdim etganiga qarasin. Allohdan qo'rqingiz. Albatta, Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Hashir 18. Ey inson, bilib qo'yki, doimo yomonlikni xohlab turuvchi nafs senga shaytondan ham xavfliroq dushmandir. Shayton nafsing hoyu havasi sababli bo'yningga minib olib seni Allohning yo'lidan adashtiradi. Nafsing esa seni behuda amallar va quruq xayollar bilan aldab qo'yadi. Chunki nafs tabiatan tinchlik, osudlikni, loqaydlik, g'aflat va beparvolikni yoqtiradi va umrni tanballik bilan o'tkazishni istaydi. U doimo seni behuda va botil, buzuq narsalarga o'ralashtiradi, behuda kibr havoga yo'liqtiradi. Agar nafsingdan mamnun bo'lib uning xohishlariga yursang, manziling falokat va o'limdir. Yanglish hisoblar va xom xayollardan xabardor bo'lmasang, oxiri halok bo'lishing muqarrardir. Agar nafsni tiyishga ojizlik qilsang, u seni yong'inga olib boradi. U holda aslo yaxshilikka qaytish umidi yo'qdir. Shu bois nafs balolarning boshi va razolatlar manbai deyilgan. Shayton uchun gunohlar omili bo'lgan nafsini tanigan odam Yaratganni taniy olmaydi. Har bir odam Alloh yo'lida nimalar qilgani va o'tgan umri to'g'risida ana shunday mulohaza yuritsa, u tufayli qalbini poklaydi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz bunday deydilar: bir soatlik tafakkur 1 yillik nafl ibodatdan yaxshiroqdir. Imom Abu Lays tafsirida ham shundaydir. Aqlli musulmon bo'laman degan odam oldingi va keyingi xatolari va gunohlaridan voz kechadi. O'zini Allohga muqarrab etadigan go'zal fe'l-atvorlar to'g'risida o'ylasin va ularga sohib bo'lib oxiratini qutqarsin. Behuda va foydasi yo'q amallar qilmasin. Yomon fe'l va tuyg'ularni tark etishga shoshilsin. Doimo Allohni yodda tutsin. Harom va taqiqlarga yaqinlashmasin. G'ayri axloqiy va g'ayri mashru istaklarni qochib sabru sabot ko'rsatsin. Nafsing shahvati istaklariga tobe bo'lmasin. Nafs tarbiyasi xususida ulug'larimizning so'zlari shunday: Sulaymon alayhissalom: mening nazdimda nafsni sindirib tarbiyalay olgan kishi yolg'iz o'zi bir shaharni bosib olgan jangchidan ham kuchliroqdir, dedi. Hazrat Ali: men bilan nafsim bir suruvning cho'poniga o'xshaymiz. Cho'pon bir tomondan suruvni to'playdi, ikkinchi tarafdan suruv yoyilib ketaveradi. Kim nafsini o'ldirib uni istaklaridan tiya olsa, rahmat kafaniga o'raladi va karomat tuprog'iga dafn etiladi. Kimki qalbidagi ilohiy va insoniy tuyg'ularni qatl etsa, la'nat kafaniga tikiladi va azob tuprog'iga dafn etiladi, dedi. Yahyo ibn Muaz: Alloh buyurgan axloq asoslariga moslashish va nafsini
zavqu safo orzusini sindirish uchun nafsini bilan jihod qil, oz uxla, oz so'yla, behudaga so'zlamaslik, insonlarga va boshqa jonzotlarga ozor yetkazmaslik va kam yemoq nafsini havoyi istaklardan qaytaradi. Oz uxlagan odam to'g'ri tushunish malakasiga ega bo'ladi. Kamgap kishi bir qator ofatlardan omon qoladi. Insonlarga va boshqa jonzotlarga ozor bermagan kishi bir qator maqsadlariga erishadi. Yeyishni kamaytirgan kishi nafsining shahvoniy istaklarini qiynalmay bartaraf qila oladi. Qorin to'yguncha yeyish qalbini chuqur so'qir qiladi. Qorin to'ygancha yeyish qalbni so'qir qiladi va insonni fe'l-atvorlar yo'qolishiga sabab bo'ladi. Oz yemak qalbga nur ato etadi. Ochko'zlik va to'qlik esa kishini Allohdan uzoqlashtiradi. Shuning uchun ham Rasululloh alayhissalom buyuradi: qalblaringizni ochlik bilan nurlantiring, nafsingizga qarshi jihod qilib, uni tarbiyalashda ochlikni va tashnalikni qurol sifatida ishlating. Jannat eshigini qoqishni ochlik bilan davom ettiring. Nafs islohi uchun u bilan jang qilgan kishining mukofoti jang maydonida dushman bilan urushganning mukofoti singaridir. Allohga muqarrab bo'lmoq uchun nafsini ochlik va tashnalik bilan tarbiyalashga intilishdan go'zalroq amal yo'q. Kimki me'dasini uzluksiz to'latib tursa, ma'naviyat olamiga kirolmaydi, ma'naviyatdan zavq ololmaydi va ibodatining totini ham his qilmaydi. Hazrat Abu Bakr Siddiq: musulmon bo'lganimdan beri ibodat zavqini totish uchun to'yguncha ovqat yemadim, yana Rabbimga muqarrab bo'lish ishtiyoqida qonguncha suv ichmadim. Chunki ko'p yegan odam ko'p ibodat qilolmaydi. To'yguncha taom yeyilsa badan og'irlashadi, ko'zni uyqu bosadi. A'zolari ko'p ibodat qilishni niyat etsa ham buning uddasidan chiqolmaydi. Ser uyqulikka mubtalo bo'ladi degan. Minjohul Ibidin da ham shunday. Luqmoni Hakim o'g'liga nasihat qilib: ey o'g'lim, ko'p uxlama, ko'p yema. Kim ko'p uxlab ko'p yesa, qiyomat kuni hisob berishi og'ir kechadi va hech bir go'zal amal bo'lmaydi. Payg'ambarimiz buyuradilar: to'yguncha yeb ichib qalblaringizni o'ldirmang. Qalb niholga o'xshaydi. Niholga ko'p suv berilganda qanday sarg'ayib so'lsa va o'sishdan to'xtasa, shunga o'xshash qalb ham ortiqcha suvdan o'ladi. Bunday odamda toza fikr va insoniy fe'l-atvorlar qolmaydi degan. Ayrim olimlar me'dani qalb ostida qaynayotgan va bug'larning unga qaratgan idishiga o'xshatishadi. Bug' ko'paygani sari u yetib borgan joyi ham shunchalik bezovta, behuzur bo'lib xira tortadi. Shunga o'xshash me'da ham to'ldirilganiga maonat ravishda